Kelajakda 8 ta gamer noma'lum manbadan chaqiruv nomli yangi o'yinga taklif qiluvchi sirli xabarlarni qabul qiladi. Ushbu o'yin ularga $100,000 mukofot va'da qiladi. Ular shahardagi hashamatli binoning 25 qavatiga yetib kelishadi. Barcha to'plangach, robot ovozi ularga planshet orqali tizimga kirishni buyuradi. So'ng, barcha kiyimlari va shaxsiy buyumlarini shkafga joylashtirib, maxsus harakatni kuzatuvchi kombinezonlarni kiyishlari kerak bo'ladi. Ular kiyim almashtirayotganda, adam juda katta gavdali bo'lgani uchun tor kiyimlar unga mos kelmasligi haqida hazillashadi. Karl esa tanasidagi kuchli kuyish izini ochib beradi va Andre ilgari harbiy bo'lgani haqida so'zlaydi. Hammasi tayyor bo'lgach, ular skaner xonasiga o'tishadi. Ovoz ularga skaner ustiga chiqib, oz gamer nomlarini aytishni buyuradi. So'ngra yangi jihozlarni olishlari mumkin bo'ladi. Bu zamonaviy vir kostyumi bo'lib, kaskasi to'liq immersiya uchun umurtqalarga ulanadi. Adam bunday texnologiya faqat badavlat kishilar uchun mavjud deb o'ylagan edi. Hamma tezda jihozlarni kiyib oladi, faqat Zahid bundan istisno. U bosniyalik musulmon bo'lib, hazilomuz tarzda o'ziga terrorchi deb laqab qo'ygan. Lekin bu yozuv kombinezonda ham ko'rinib turishini bilmagan. U bu taxallus bilan o'ynashni istamaydi va chiqib ketmoqchi bo'ladi. Lekin eshik qulflangan va yordam so'raganida hech kim javob bermaydi. Boshqa gamerlar unga bu unchalik muhim emasligini tushuntirishadi. Shunda Zahid o'yinga qo'shilishga rozi bo'ladi. Ovoz mashg'ulot moduli boshlanishini e'lon qiladi va hamma o'z kaskalarni yopadi. Xona birdan juda realistik postapokaliptik olamga aylanadi. Kombinezonlar harbiy formaga o'zgaradi va ularning tatuirovkalari yo'qoladi. Hammasi haqiqatga o'xshasa ham, ularning qo'llari simulyatsiyadagi narsalardan o'tib ketaveradi. Shu paytda serjant paydo bo'lib, ularni yangi askarlar sifatida o'rgata boshlaydi. U ham virtual personaj, nipchi bo'lib chiqadi. Chunki gamerlar uning yoniga borib yoki kaskalarni ochib ko'rganlarida, u xonada yo'qligini tasdiqlashadi. Guruh serjantning ortidan yana bir xonaga o'tadi va u yerda qurollarni oladi. Haqiqiy hayotda bu faqat rekvizitlar, lekin serjant ulardan butilkalarga o'q uzishni so'raydi. O'yinchilar qurollarning haqiqiy otish kuchidan hayratda qolishadi. Mashg'ulot davomida serjant to'satdan ikkitasini otib tashlaydi va ular himoya jiletlari yo'qotishadi. Biroq, bu faqat o'quv jarayoni bo'lgani uchun, jiletlar tezda tiklanadi va serjant tushuntiradi. Agar ular bir marta zarba yesa, jiletlari yo'qoladi va ular himoyasiz qolishadi. Agar ular jiletsiz jarohatlansa, faqat maxsus zardob, serum bilan davolanishlari mumkin, lekin faqat bitta inyeksiyadan foydalanishlari mumkin. Serjantning so'zlariga ko'ra, ushbu bino xavfli terrorchilar tomonidan egallangan va ularning birinchi vazifasi ularni yo'q qilish hamda tirik holda pastga tushish. Buni uddalay olganlar haqiqiy hayotda pul mukofotini qo'lga kiritishadi. Serjant yo'qolganidan so'ng, Andre o'zining tajribasiga tayanib, jamoani boshqarishni boshlaydi va ularga maxfiylik bilan harakat qilish bo'yicha maslahatlar beradi. Ular turli xonalarni ko'zdan kechirayotganlarida, koridorda dushman paydo bo'lib, o't ochadi. Guruhning ko'pchiligi yashirinadi, lekin Andre tez harakat qilib, uni oldiradi. Ovoz 25 daraja tugallanganini e'lon qiladi va barcha ballar Andrega yoziladi. Ular jasadga tegib ko'rishadi va bu ham nutch ekanligini tasdiqlashadi. Keyingi xonaga o'tish uchun zinadan foydalanmoqchi bo'lishadi, lekin bu mexanizm ularga qochishga urinishda elektr toki bilan urish xavfi borligini bildiradi. Guruh 24 darajaga o'tib, ilgor qurollarni topadi. Shunda Andre ularga qanday ishlatishni o'rgatadi. Ular asosiy xonaga o'tishadi va marto birinchi dushmanni yo'q qiladi. Ishtiyoq oshganidan so'ng, ko'pchilik himoya uchun tasodifiy obyektlardan foydalanib, terrorchilarni oldira boshlaydi. Adam barcha o'qlarni behuda sarflaydi va biror marta ham nishonga tegolmaydi. Shu sababli Andre aralashib o'q otadi, biroq natijada u ham zarba yeydi va tini yo'qotadi. Shu orada Taylor qo'rquv ichida vahima holatiga tushadi. Ma'lum bo'lishicha, bu o'yinga aslida uning do'sti taklif qilingan, lekin u do'stining o'rniga kelgan va o'yinning realistikligi unga juda kuchli ta'sir qildi. Shelli uni tinchlantirishga harakat qiladi va hammasi faqat o'yin ekanligini eslatadi. Lekin uning navbati kelganda, u ham dushmanga o'q uza olmaydi. Ular tomon yaqinlashayotgan terrorchini Karl oldiradi. Biroq Karlning o'zi ham o'q yeb, jiletidan ayriladi. Karl taslim bo'lishga harakat qiladi, ammo dushman yana unga o'q uzadi. Shunda Shelli yugurib chiqib dushmanni oldiradi. Karl va Shelli kaskalarni yechishadi va Karl hatto haqiqiy hayotda ham chidab bo'lmas og'riqni his qiladi. Ular yana o'yinga qaytishadi va Andre Karlga serum inyeksiyasini qiladi. Shok holatidagi Karl yana kaskasini yechadi va haqiqiy hayotda qusib yuboradi. Bu esa uni shubha ostiga qo'yadi. Bu haqiqiy o'yin bo'lishi mumkin emas. Barcha guruh a'zolari biroz dam olish uchun kaskalarni yechishadi. Adam yangi qurollarni topib, Karl esa haqiqiy og'riqni his qilganini va bu shunchaki reality show bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi. Zahid vahimaga tushib, skafandrni yechishga harakat qiladi, lekin muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Marto esa bu faqat sinov ekanligini aytadi. Shunda Zahid buni harbiy tajriba bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi va Marto rozi bo'lib,
Andre ularning orasidagi ichki odam ekanligini ta'kidlaydi. Tortishuv kuchayib ketadi. Shuning uchun Andre hojatxonaga chiqib, og'zini tinchlantirishga harakat qiladi. Shu paytda geymerlar o'yin hali tugamaganini sezmay qolishadi va ilgari oldirilgan terrorchilar yana tiriladi. Ulardan biri hojatxonada Andreni burchakka qisib qo'yadi. Andre faqat kaskasini yopishga ulguradi, lekin darhol otib tashlanadi. Andre o'zini davolamoqchi bo'ladi, ammo u allaqachon serumni kalga ishlatib bo'lgan. Boshqalar shovqinni eshitib, darhol kaskalarni yopishadi, lekin shu zahoti Edvard oqqa uchadi. Jamoa yashirinib qoladi. Taylor esa zinapoyaga yuguradi, lekin daraja hali tugamaganligi sababli u chiqib keta olmaydi. Oradan ko'p o'tmay terrorchilar hujum qiladi va jamoa o'zini himoya qilishga harakat qiladi. Edvard zaxira serumdan foydalanib, o'zini davolaydi. Shu bilan birga, Andre qon yo'qotgan holda sudralib harakatlanishda davom etadi. Adam granata otadi va qolgan barcha dushmanlarni yo'q qiladi. Natijada daraja yakunlanadi va Adam eng yuqori ball to'plagan o'yinchi bo'ladi. Oq ovozlari tutilgach, jamoa Andrening yordam so'rayotganini eshitadi. Shu paytda Andre kaskasini ochadi va bir necha soniya ichida uning miyasi elektr toki bilan zarba beriladi. U kuchli titray boshlaydi va uzoq vaqt o'ziga kelmay qoladi. Qachonki guruh uni topganida Andre allaqachon o'lik edi. Shelli unga yurakni sun'iy massaj qilishga harakat qiladi, ammo foydasi bo'lmaydi. Ovoz navbatdagi darajaga o'tish mumkinligini e'lon qiladi, lekin geymerlar endi o'ynashni istamaydi. Ular yerda qon doglarini ko'rib, Andrening kaskasi uni oldirganini tushunishadi. Ular skafandrlarni yechishga urinishadi, ammo bu mumkin emas. Zahid vahimaga tushib, yong'in o'chirgichni olib, uni sinab ko'rish uchun yordam so'raydi. Karl ko'ngillilar qatoridan chiqadi va Zahid unga yong'in o'chirgich bilan bir necha marta uradi, lekin skafandr hech qanday zarar ko'rmaydi. Shu paytda serjant yana paydo bo'ladi va Karlning tanasidan otib, Zahidni bir necha marta tepib tashlaydi. Bu unga qoidalarni buzgani uchun jazo ekanligini anglatadi. Serjant barcha o'yinchilarni ogohlantiradi. Agar ular o'yindan chiqish yoki qoidalarni buzishga harakat qilishsa, jazolanadilar. Jamoaning boshqa iloji qolmaydi. Ular o'yin davom ettiradi. Bir necha darajalar nisbatan oson o'tadi, lekin har bir qavatda yangi qurollardan foydalanishni o'rganishlari va yangi o'yin mexanikalari bilan shug'ullanishlari kerak bo'ladi. Bir xonada gaz sizib chiqayotganligi sababli ular otish qurollaridan foydalana olmaydi. Buning o'rniga ular pichoq bilan qo'l jangi qilishga majbur bo'lishadi. Yaqindan jang qilish Taylorning bezovtaligini yanada kuchaytiradi. Shunda Shelly unga yordam berishni va'da qiladi. Jamoa pastga tushishda davom etar ekan, ularning aksariyati jiletlardan mahrum bo'lishadi. Kuchli otishma vaqtida Karl va Adam oqqa uchadi. Shuning uchun Shelly va Marto ularga serum bilan yordam berishadi. Bir necha soatdan so'ng, guruh biroz dam olish uchun to'xtaydi va tashqarida tunda bo'lganini anglab yetadi. O'yinda uzoq qolishdan charchagan jamoa atrofdagi buyumlardan foydalanib, derazalarni sindirishga harakat qiladi. Zahid yuk aravachasidan foydalanib, oynani yorib yuboradi. Shu paytda serjant yana paydo bo'ladi va Zahidni oldingizdan ham kuchliroq urishni boshlaydi. Zahid qochishga urinib, zinapoyaga yoniladi, lekin serjant uni pastga tepib tashlaydi va natijada Zahid oyog'ini sindirib oladi. Serjant ularga ogohlantirish beradi. Keyingi marta qochishga uringan kishi oldiriladi. Jamoa Zahidni ko'tarib yashiradi. Bir necha daqiqa o'tib, ular uni ortda qoldirib, yo'llarni davom ettirishadi. Zahid ko'p qon yo'qotib, vafot etadi. Keyingi darajada Marto va guruh yangi qurollar ustida tortishib qolishadi. Bu e'tiborsizlik ularning dushman tomonidan bosib olinishi uchun imkon yaratadi va yashirin turgan terrorchi Martoni orqa tomondan otib tashlaydi. Jamoa javob qaytarishga harakat qiladi. Shu bilan birga Taylor hojatxonaga berkinib oladi. Bir necha daqiqalik otishmadan so'ng granata otib, barcha terrorchilar yo'q qilinadi. Shelly Martoga serum bilan yordam beradi. Shu payt jamoa Taylor yo'qolganini sezadi va uni qidira boshlaydi. Shu paytda terrorchi hojatxonaga kirib, kabinalarni tekshira boshlaydi. Shelly buni sezib qolib, eshikni ochib, terrorchini pichoq bilan oldiradi. Daraja yakunlanadi va Edvard eng yuqori ball oladi. U hozirda reytingda birinchi o'rinda. Tanaffus paytida jamoa o'z hayotlari haqida gaplashadi va hech birining oilasi yo'qligini tushunishadi. Demak, ular o'yin kompaniyasi tomonidan shunchaki tanlab olingan va oldirilgan taqdirda ham hech kim ularni izlamaydi. Navbatdagi darajaga o'tgach, ular serjant bir garovni kaltaklayotganini ko'rishadi. Serjant ularga podvalda bomba borligini va agar uni o'z vaqtida to'xtata olmasalar, hammasi halok bo'lishini aytadi. Bombani zararsizlantirishning yagona yo'li garovga olingandan kodni olishdir. Garovga olingan odam elektr uzatkichlariga ulangan. Shuning uchun Edvard hech ikkilanmay uni shafqatsizlarcha tok bilan urishni boshlaydi. Garovga olingan odam rahm so'rab yalinadi, ammo bu yordam bermaydi. Oxir-oqibat u bitta so'z aytadi va Adam uni kompyuterga kiritadi. Ammo bu bomba vaqtini faollashtirib yuboradi va endi portlashni qo'lda ochirish uchun bor-yo'g'i 30 daqiqa vaqt bor. Serjant g'oyib bo'ladi. Garovga olingan odam esa ularga kulib turadi. Shunda Taylor uni oldiradi. Marto Adamni ayblab, unga musht tushirishga harakat qiladi.
lekin Adamning kaskasi qolini himoya qiladi va Marto jarohat oladi. Jahl ustida Marto kaskasini yechib, Adamning haqiqiy yuziga zarba berish uchun musht tushiradi. Teylor ularni ajratmoqchi bo'lganida, u ham zarba oladi. Shu payt serjantning baland ovozda baqirayotgani eshitiladi. U lift eshigini ochiq ushlab turishini aytadi. Jamoa shoshilinch ravishda liftga yuguradi va u pastga qarab harakatlanadi. Lekin kutilmaganda lift to'xtab qoladi. Eshiklar oxirigacha ochilmaydi. Shuning uchun Marto ularni biroz kengaytirib, hammani chiqarishga harakat qiladi. Ammo Adam liftdan chiqmoqchi bo'lganida, Marto uni bloklaydi va natijada ikkalasi ham ichkarida qolib ketishadi. Lift ularni 3-qavatga olib boradi va eshiklar yopiladi. Ikkovlon tashqariga chiqqach, derazadan qulab tushgan vertolyotni ko'rishadi. Marto Adamni oldinga yurishga majbur qiladi. Adam birinchi terrorchini oldiradi, lekin oqdorisi tugaydi. Marto esa undan qalqon sifatida foydalanishda davom etadi. Natijada Marto yashirinib qolish imkoniga ega bo'ladi. Adam esa terrorchilar tomonidan otib tashlanadi va qisqa vaqt ichida halok bo'ladi. 15 daqiqa vaqt qolganida Marto ruhiy tushkunlikka tushadi, lekin ovoz daraja tugaganini e'lon qilgach, u tezda harakatlanishni boshlaydi. Shu bilan birga jamoaning qolgan a'zolari 4-qavatga tushishadi va qurol-aslaha topishadi. Ular hududni tekshirayotganda terrorchi tutun granatasini otadi. Shundan so'ng Karl vahimaga tushib, orqaga chekinadi. Shelli unga yordam berish uchun shoshiladi va Karl unga o'zining qo'rqinchli otmishi haqida aytadi. U yonginda sevgilisini yo'qotgan va o'zini qutqara olmagani uchun aybdor his qiladi. Hozir esa tutun unga o'sha fojiani eslatib, ruhiy travmasini yanada kuchaytiradi. Shelli uni tinchlantirib, oldinga harakat qilishga undaydi. Jamoa yana pastga tushishni davom ettiradi va oxirgi 1-qavatga yetib kelishadi. Ularning deyarli hech qanday oqdorisi qolmagan. Boshqalar terrorchilar bilan jang qilayotgan paytda Teylor atrofni o'rganib, serum topadi. Shu payt Marto uning orqasida paydo bo'lib, undan inyeksiyani so'raydi. Teylor rad javobini beradi. Shunda Marto uni shafqatsizlarcha otib tashlaydi. Karl Teylorni izlab keladi. Marto esa unga hujum qilayotgan bo'lib ko'rsatadi. Karl Teylorning jasadini topadi va dahshatga tushadi. Shu payt u Teylorning qon bilan yozilgan Martoning Gamer nomini ko'radi. Gazablangan Karl kaskasini yechib, Martoni haqiqiy hayotda tepib, boga boshlaydi. Ammo Marto unga zarba berib, yerga yiqitadi. Karl yongin o'chirgich bilan Martoga zarba beradi, lekin Marto uni tepib yuboradi. Marto Karlni otishga hozirlik ko'rayotganida serjant paydo bo'lib, Martoni do'pposlay boshlaydi. U bir necha marta urib, keyin bogib oldiradi. Qolgan 3 nafar o'yinchi oxirgi darajaga yetib kelishadi. Bomba joylashgan yerto'laga kirganlarda ovoz bu oxirgi daraja ekanligini e'lon qiladi. Ular yangi qurollarni olishadi va hududni tozalashga kirishadi. Yo'lda terrorchilar bilan kurashib, bombaga yaqinlashishga harakat qilishadi. Lekin dushmanlar tinimsiz hujum qilishadi. Karl granata otib, jangni tugatadi va endi ular tezroq harakat qilishlari mumkin bo'ladi. Ammo kutilmaganda mashina ichida joylashgan terrorchi Tarlni otib tashlaydi. Shelli va Edvard yashirinishga majbur bo'lishadi. Tarl zaxira serumini izlaydi, lekin Shelli atigi 2 daqiqa qolganini eshitib, bombaga yetib borishga harakat qiladi. Biroq u ham oqqa uchib yiqiladi. Tarl o'zini davolash o'rniga Shelliga yordam beradi va undan g'alaba qozonishini so'raydi. So'ng uning yonida vafot etadi. Edvard bazukadan foydalanib, oxirgi dushmanni yo'q qiladi va bombani so'nggi 1 soniya ichida o'chirib tashlaydi. Shu payt serjant paydo bo'lib, ularni g'alaba bilan tabriklaydi. Edvard serjantning nutqini qaytaradi va o'zining aslida kompaniyaning ichki odami ekanligini oshkor qiladi. Simulyatsiya yakunlanadi va qora kiyimdagi erkaklar xonaga kirib, Shellini uyquga ketkazishadi. Ular binoni tozalashga kirishib, jasadlarni yo'q qilishadi. O'yin serveri barcha o'yinchilar haqidagi ma'lumotlarni ochiradi va butun tizimni yopish jarayoni boshlanadi. Ertalab Shelli o'zining odatdagi kiyimlarda uyg'onadi va binoda ishlayotgan xodimlarni ko'radi. U Edvardni kostyum kiygan holda binoni tartibga solayotganini kuzatadi. Edvard unga pul bilan to'ldirilgan sumkani beradi va Shelli politsiyaga borishini aytganida, Edvard kulib, hech kim unga ishonmasligini aytadi. Shu payt Shelli xushsizlantiruvchi dori bilan yana uxlatmoqchi bo'lishganda, u qarshilik ko'rsatib, erkaklardan biriga inyeksiya qiladi. So'ng Shelli qurolini olib, avtoturargohdagi barcha chiroqlarni otib tashlaydi. Edvard o'z odamlari bilan unga qarshi yurishni buyuradi, lekin Shelli o'yinda orttirgan mahorati bilan ularning barchasini yo'q qiladi. Shelli binodan chiqqanida, Edvard hayotini saqlab qolish uchun yalina boshlaydi, lekin Shelli uni hech qanday shafqatsiz oldiradi. So'ng u binoni tark etadi, lekin pulni o'zi bilan olmaydi.